Bugun sizlarga o'z uslubimda qozon kabob tayyorlashni ko'rsataman. Dumbani xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, qozon tagiga terib chiqamiz. Ustidan qo'y go'shtini solib, yarim soatga dimlab qo'yamiz. Dumba erigandan keyin bir marta yaxshilab aralashtirib, o'zini seliga dimlab qo'yamiz. 1 soatdan keyin qozonimizni ochamiz, kartoshkalarni solib, 1 kosa suv solib, yana 1 soatga dimlab qo'yamiz. Kartoshkalarimiz pishgandan keyin qozondan ko'tarib olamiz va alohida yog'da ustini qizartirib olamiz. Go'shtimizni yana 1 soatga dimlab qo'yamiz. Bu orada ovqat bilan zo'r ketadigan sabzavotli salatani tayyorlab olamiz. Bu qozon kabobni tayyorlash uchun umumiy 3 soat vaqt ketadi. Agar shu uslubda tayyorlaydigan bo'lsangiz, qozon kabob go'shti juda ham shirali va mazali bo'lib chiqadi. Siz ham albatta shu usulda tayyorlab ko'ring. Mazasi bir umr esingizdan chiqmay qoladi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga yoqimli ishtaha. Что за жизнь без чайханы?